Talablaringizga binoan 85 yoshli o'sha mashhur yapon otaxon bilan bugun ham suhbat qilamiz. Satosan, hali ishxonada bokiralik haqida gapirdingiz. Shu haqida videoda ham aytib bering. Xo'p, bizning davrimizda, ya'ni biz uylangan paytlarda erkaklar faqat bokira qizlarga uylanar edi. Bokiralik oila qurishdagi eng muhim omillardan biri hisoblanardi. 1970-80-yillarda Yaponiyada iqtisodiy va zamonaviy portlash bo'ldi. Pop madaniyati, shunchaki sevishib yurish madaniyati, media ta'sirida qarashlar asta-sekin o'zgardi. Hamma erkinlik deb ko'chaga yugurdi. Bilasanmi? Uzoq vaqt qafasda yashagan qush osmonda adashadi. Jamiyat ham erkinlikning chegarasidan o'tdi, haddan oshdi. Natijada nima bo'ldi? Yoshlar nikoh qurmay qo'yishdi. Majburiy va pok oila degan model zaiflashdi. Albatta-da, bokiralik degani shunchaki gap emas. Bu butun jamiyatni qolipda, bo'ysunuvchanlikda, poklikda ushlab turuvchi omil deb o'ylayman. Mana masalan, erkakni ham ayolni ham oila qurishga undovchi narsa nima? Jinsiy yaqinlik. Ana endi bokiralik degan jihat bo'lmasa, yoshlar bemalol jinsiy aloqa qilib yuraversa, kimni uylangisi keladi? Kimning turmushga chiqqisi keladi? Ehtiyojlar bemalol qondirilgandan keyin oila qiyinchiliklari, ro'zg'or tashvishlarini hech kim yelkasiga ortishni xohlamaydi-da. Bizni paytlar qizlar ham, yigitlar ham to'ygacha jinsiy yaqinlik qilmagan. Bokiralik juda muhim sanalardi. Shu sababdan ham hamma oila qurishga intilardi. Iqtisodiy qiyinchilik, ish ko'p degan gaplar bahona bo'la olmasdi. Endi-chi, hozirgi yigitlarga ham bokiralikning qadri yo'q, qizlarga ham. Natijada oila degan institut butunlay parchalandi. Ko'p emas, 50 yil oldin ham Yaponiya jamiyatida Ryosai Kenbo, ya'ni nomusli, pok va dono xotin degan an'ana bor edi. Ayollar oilaning sha'ni, merosning sherigi va naslning davomchisi edi. Nasl masalasi muhim bo'lganligi uchun bokiralik ham muhim edi. Mantiq oddiy edi. Nafaqat qizlardan bokiralik talab qilinardi. Samuraylarning etikasida erkaklardan o'zini nazorat qilish, boshqalarning qizlariga nohaqlik qilmaslik, oilasiga sadoqat, tozalik va kuchlilik talab qilinardi. Qisqacha qilib aytganda, erkaklar ham bokira bo'lishi shart edi. Bokiralik faqat tana masalasi emas. U insonning o'zini tiyishi, sabr qilishi, muhabbatni qadrlashi degan tushuncha edi. Jamiyat shu qadriyatni yo'qotgandan keyin sevgi ham arzonlashdi. Sevgi arzonlashgan joyda esa oila uzoq yashamaydi. Odamlar bir-biriga umr yo'ldoshi emas, vaqtinchalik hamrohdek qaray boshlaydi. Mana shu katta fojia.